2 3 ming kub havo tortadigan mashina. Eng qarshidor shu. Keyin mabodoga polis yog', un, xamir suv bo'ladigan bo'lsa, mana qilib yer to'parlaydigan ishlaydi. Bizda ham ishlayotgan-ku. Keyin bitta mana qilsangiz taymerga tushadi, o'zi o'chadi. Taymerga tushadi, 3 minutda o'chadi demasangiz. Yana bitta qilsangiz sirasi o'chadi. Bular ham xuddi shunaqa, bularni tortishi lekin bunaqa tortmaydi. 750 kub havo tortadi, bu 1000 kub havo tortadi. O'zi eng maksimalli kub 1000 kub chiqqan. Sizga men javob beraman. Bu hozir 60 santimetrligi, men sizga xuddi shuni 90 santimetrligiga aytaman. Xuddi shunaqa dizayn 90 santimetrlik mashinasi, xolodilnik hamma narsasini berganmiz. Vichka gaz pas. Alo. Assalomu alaykum. Hop, aka. Hop. Ya zinadan Hakka qo'yib bergan so'raydi xonadan. nima deyapsiz? Zinadan olib chiqadigan nimasi? Hamsa qo'yib bergan, shu yerga qo'yib bersin. Vaqtingiz gap so'z muammo bo'lmaydi. Bugun boradi, tunda oldi. Nechiga borsin, shu ham vaqtini bersin. Yo'q, unaqasi yo'q, lekin agar mabodoga olib chiqib bersin desangiz, olib chiqish platni olib chiqib beradi aka, ko'tarib mabodoga. Faqat sizga bo'lay chiqib ketmaydi.